Onyx trekker kalonkalarini to'g'rilashtirib o'tamiz. Ungacha olamiz. Tashlab olishga shoshilmang. Yechib olgandan keyin mana bu simlari mana shu turishda bo'ladi o'zi. Mana shunday turganda kuyib qoladi. Buni orqasiga tarqatasiz. Ikkovini. Kalonkangiz yana qaytadan ishlaveradi. Mana shu o'zini azman kalonkasi ishlamayotganda ikkita oldik kuyganda. Mana qayirib qo'yib ishlatyapmiz. Shu paytlaylik qolib oyiga tutar. Hammaning yuzida quvonch xursand. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, rahmat hammaga. Men buni bilmagandim. Rus blogerlaridan ko'rdim. Bilmasdan o'zim mana kalonka zakasi qilaman. Agar mas'ul ham oxirigacha kurashganini